Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi, hemmimizning xazinesi. Assalomu alaykum kitobxumor aziz qarindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyat jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil Terbiyeleş Merkezi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Maarif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texmi ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar. Leyğan Bulaq 1. qism 3 dost. Abduri Jaloliddin Bahram. Dada, sen bulaqni yaqutdek süzük boludu deganding-ku. Shundoq balam, u yer ostidan chiqqan bir mo'jiza. Amisi bu bulaq nimandaq leyib ketgan? Qarag'ina balam, it beliqi kirvapti emasmi? Elif deymi? Yo'q, bo'lmaydi. Qo'ling badbo'y purab qoladi. Undaq bo'lsa, qandaq chiqarib etimiz? Bir narsada sanjib yoki qisqushda qisib elib tashlavatsak bo'ladi. Abdurdin. Salam kitobxon. Dunyoning tiliki samaridirmiz. Aql ko'zin qarisi javharidirmiz. Tugarak jahonni uzuk deb bilsak, shaksiz uning ko'zi gavharidirmiz. Ömer Hayyam. Men xotiramni echib ulug' faylasuf va shoir Ömer Hayyamning bu ruboyisini o'qiganimda ixtiyorsiz cho'nqur o'ylarga cho'kaman. Inson, hayot, do'stlik, burch to'g'risidagi tarixiy voqealar va real kechirmishlar ko'z oldimdan bir-birlab o'tishga boshlaydi. Shularning orasida oftobdek chaqnab, olmosdek jalolanib turgan bir obida namoyon bo'ladi. Ko'z nurim bu obida ustiga mujassamlashadi. Xiyol qushim qanotlanishga boshlaydi. Bu obida qalbimning eng xilvat, eng cho'nqur qatlamlarida ömrüm bo'yi saqlanib kelayotgan ayni yillardagi do'stlarning siymosi va ularning xotirasidir. Yillar o'tgan seri xotiramda o'chmas bo'lib, parlaq siymo sifatida bargan siri chaqnab turayotgan, julolanayotgan ana shu do'stlarning ilg'or fikrlik, o'tkir zehnilik, iste'dodlik va qobil kishilardan bo'lganligini o'ylayman. Shundoq, ular davrning oldida mengayotgan elning umidi shu davr yoshlarining sarxillari edi. Ömer Hayyamning ruboyisida aytilganidek, jahonni uzuk deb bilsak, ular shaksizki shu uzukning go'har ko'zi edi. Ularning ba'zilari rassom, ba'zilari muzikant, ba'zilari shoir, ba'zilari matematik, ba'zilari bo'lsa husn xiti bilan mashhur edi. Yumshoq muomalalik, nozik tabiatlik, xushxo'y, shirin so'zlik 20 yoshlar atrofidagi bu yigitlar yurakidagi go'zal va ulug'vor hamda ezgu tilaklarning yalquni bilan halol, mardona yashaydi. Ular oddiy sonda kamtar edi. Rost so'zlik, insof diyonatlik, rahimdil yigitlar edi. Ular tunda yongan yulduzlar edi. O'rkashlab oqqan daryo edi. Ularning ko'p qismi ma'rifat mash'ilini ko'targan o'qituvchilar edi. Ular munbarda turib, avlodlarga ilm nurini chachatdi. Ilm nuri bilan ularning ko'zlarini ochadi.
Әмма синипи күрәшнең вараңчуڭ әвj алған, пәләк чақи тәтір чөргілеген ашу zaman ularni өз iskanjisiga elib, zulm qamchisi bilan har daqiqa qamchilab turadi. Lekin ular azab uqubat, qayg'u alam qaplagan shu shivirg'anliq yillardimi tunning tengi borligiga ishinib, o'zlariga tasalli topadi. Japa mushaqqatlik, ig'ir muhit ichidimi ijod, mehnat va ulug'vor xizmatlari yo'lida uzluksiz tirishadi, izlanadi, qon ter oqqizadi. Bu yo'lda bir-biriga ilhom, madad berishadi. Ularning nom shuhrat, amal unvon, huzur halovatdan qilcha tamoyi yo'q edi. Faqat qo'llaridagi ilm ochqichini avlodlarga qoldirish uchun jafo chekib ishlaydi. Ular o'zaro asrar bo'lib qolgan chog'larida ajoyib qizg'in, cho'nqur ma'nolarga ega suhbatlarni quradi. Badiiy adabiyot, san'at, tarix va ilm-fanning taraqqiyoti ustida hayot va turmush to'g'risida qizg'in munozirlarni elib boradi. Hayajonlanib, qizishib, muhokama, mutolaa qilishadi. She'riyatning xilma-xil janrlarida qalam tavritishadi. Lekin oyig'i uzilmaydigan judun chapqinliq harakatlar bu ma'rifat mash'ilini ko'targan gunohsiz iste'dod egalarining hayot chechaklarini to'kib, o'zlarini barga xazon qilib turadi. Ularning hayoti qiyonga tushgan seriq yo'pirmoqdek shu qiyonning do'lqinlarida beixtiyoriy laylab o'tdi. Yillar xuddi cho'qiliq tog'lar ustidan surilib o'tgan bulutlardek bir-birini qo'g'lashib o'tib ketdi. Eziz boshlarga qiro tushdi. Nurani yuzlarga yillar qiyonlari yo'l-yo'l eriqlarni qazdi. Beshimizdagi tal-tal oq chochlar, yuzlarimizdagi siziq-siziq qo'riqlar ashu o'tmish yillarning shohidi va yordamchisi bo'lib qoldi. Darvaqa oq chochlarimizning har tiliga azobliq yillarning tamg'isi besilgan. Yuzlarimizdagi taram-taram eriqlarda hasrat, nadomat eriqlari oqqan. Biz u yillardan faqat oqargan choch, o'michikning to'ridek qo'riqlarni elib qolaladik. Yillar. Qayrilib, kaynimga qarasam, 54 bahor va uningga agishib 54 kuz o'tib ketibdi. Yillar. Sening kuz shamollaring qanchalik chechaklarni to'kmay qolmadi. Qanchalik bo'stonlarni xazon qilmay qolmadi. Texi to'nugin burutlari xat tortib ulgurmagan nodar yigitlardan bu dunyo bilan vaqtsiz xo'shashqanlarning qabrisini qo'mish besibdi. Hayat qolganlari bo'lsa, amdilikda salopatlik mo'ysipitlarga aylanib. Ularning boshlariga yillarning qirosi tushib, kech-kuz shamollari hayot bo'stonining yaproqlarini sarg'aytishga boshlabdi. Lekin ular yanala bor to'zonlari ichida ijod, mehnat qaynamlari jasorat bilan ilgirlab etibdi. Do'stim Muhammad Tursun Bovidin bilan ayni yillardagi ashu do'stlarni, ular bilan birga o'tgan kechmish hayot, tarixiy voqealarni eslab mungdishib qolamiz. Gerçi yoshligimiz ig'ir o'tgan bo'lsa-mu, lekin o'zimizning pok vijdon, insoniy g'urur bilan yashaganligimizdan faxrlanamiz. Ba'zi chog'lar suhbatimiz, munglarimiz oq tonglarni kutib oladi. Qaynoq xizmat, jo'shqin ijodiy mehnat bilan o'tgan saodatlik chog'lar. Yo'rinqash daryosi bo'yidagi ko'ngillik saylilar. Dars munbiri oldidagi iftixorlik soatlar. Shundaqla Qo'shko'lning shivoqliq dalalarida surgunda o'tgan kunlar. U yerdagi ustidan qum to'kilib turadigan zaygamilar. Chiroylaridan rang, ko'zlaridan nur ketgan surgundadagi muallim va muallimalar. Ko'z ochqili bo'lmaydigan cho'l shivirg'inida kesak to'shiyotgan gunohsiz tutqunlar. Dahshatli qiynoq ostida sungan qo'llar. Noli faryod ovozi uzilmay kelib turadigan yerlik turmalar va qimmatlik madaniy miroslarni o't gulxonlardan qutqizish yo'lidagi oqilona tadbir qatorliq voqealarni eslaymiz. Yuqorqi kartinalar ko'z oldimizdan birma-bir o'tadi. Men bu romanimda hikmat,
Kamil, Murat qatarlıq baş qəhrəmanlar. Shuningdek, ularga yondashgan Gulziba, Nafisa, Zumrat qatarlıq ijobiy personajlar bilan Xoliq va Turdilardan iborat salbiy personajlar o'ttirsidagi ilg'orlik bilan qaloqliq, haqqoniyat bilan adolatsizlik, samimiyat bilan hiylagarlik, ilmiylik bilan qarqo'rsaqlik, go'zal orzu-istaklar bilan past orzu-havaslar o'ttirsidagi ziddiyat kurashlarni tasvirlashni maqsad qildim. Hürmetli kitapxon, bu romanni o'qiganingizda balkim siz ularni qayerdadir ko'rgandek, tunuydigandek tuyg'uga kelib qolarsiz. Balkim ulardan biri kutilmaganda o'zingizga o'xshab qolar. Shundoq bo'lganida mening bu asarni yozishdagi tirishchanligim, maqsad nishonlarim zoya ketmagan bo'lar edi. Men bu romanni yozish uchun qo'limga qalam olganimda, yuragi ulug' istaklarga to'lgan do'stlarim meni tabriklab, Yurunqash daryosi bo'ylarida echilgan bahor gullaridan guldasta tutdi. Qalamimga madad va ilhom baxsh etdi. Bo'libmi do'stim Muhammad Tursun Bavudun yillar chang to'zonlari ostida g'uvolashgan, izlari o'tishga boshlagan asliliklar va geçmiş yo'llarni esimga soldi. Qalamimga xolis, do'stona marhamatini ayimadi. Men ashu yiroqda turib, madad, ilhom beg'ishlagan do'stlarga va boshlagan ishimning muvaffaqiyatiga boshdan oxir hissdoshlik qilib kelgan do'stim Muhammad Tursun Bavudunga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Ko'nilar o'tmishga qaytib ish ko'rish xayrlikdir deydi ekan. Men yezishga boshlagan ashu davr kishilarning qismatlari garchi dengizdan bir tomchi bo'lsa-mu, lekin uni avlodlarga so'zlab berishni loyiq topdim. Bir tomchi suvdanmi quyoshning aksini ko'rgili bo'ladi emasmi? Qodir Alloh bu ishimning oxirini xayrli qilg'ay. Jaloliddin Bahram.